Bizda ustoz tutish, ustozni payg'ambar alayhisolatu vassalomning merosxo'ri deb bilish musulmon ummatining siymosidir. Agar ustoz kerak bo'lmasa, payg'ambar yubormasdi Alloh taolo. Shundoq Qur'oni Karimni tushirib, hammalaringizga aql berdim, ko'z berdim, quloq berdim, o'zlaringiz o'qib Qur'onga amal qilinglar desa haqqi bor edi. Yo'q, undoq qilmadi. Qur'onni payg'ambar alayhisalomga tushirdi. Payg'ambar alayhisalom qabul qilib olib, siz bilan biz ummatga yetkazdilar. Tilovat qilishini ham o'rgatdilar. Har bir harfni tilovatini, nutqini o'rgatdilar, ma'nosini o'rgatdilar va undan chiqadigan ahkomlarni, hukmlarni, bajariladigan amallarni ipidan yengnasigacha o'rgatdilar. Sahobai kiromlarga, sahobalar tobiinlarga, tobiinlar tabi'a tobiinlarga shunaqa bo'lib silsila sanad kelmoqda. Sanad iymondandir deydi ulug'larimiz. Sanad iymondandir. Ya'ni payg'ambar alayhisolatu vassalomgacha boradigan ustozlarning aniqligi shu darajada kerak. Mana shu astag'firullohni aytish, zikrga ustoz kerak ekan. Undan ahamiyatliroq ishlarga yana ham ustoz ahamiyatliroq bo'ladi. Mana shunday doim bo'lib kelgan. Lekin hozirgi kunning musibati aynan shu narsani tark qilishdir. Ustozlarga e'tibor bermasdan har kim o'zi bilganicha vaysachi musulmon millatini boshiga ko'plab kulfatlarni tushiryapti. Har kim o'zicha nimani xohlasa shuni aytadi, odamlarning boshini aylantiradi, turli bo'lmag'ir narsalarga chorlaydi, oqibatda o'ziga ham, o'zgalarga ham, musulmon millatining boshiga ham ko'plab ofatlar, balolar kelib yetishiga sabab bo'lishadi. Hozirgi kundagi noqulayliklarning hammasi shundan chiqyapti. Urush janjallar, musulmonlarning qoni aybsiz ravishda behuda to'kilishi, mol mulklari vayron bo'lib xarobga aylanishlari, davlatlar butun boshli davlatlar xarobaga aylanishi kabi holatlar aynan shunaqa ishlardan kelib chiqyapti. Agar shar'iy ilmni yaxshi o'zlashtirgan payg'ambar alayhisolatu vassalomning haqiqiy merosxo'ri bo'lgan ulamolarga quloq osilganida, o'shalardan maslahat olib ish qilinganida bular bo'lmas edi. O'zicha bilganini javraydigan, bo'lmagan, tayini yo'q, ustozini tayini yo'q odamlarning gapiga kirib, kishilarimizni boshi aylanib, hozir musibatlar ko'paydi. Har qadamda shu. Birov telefon qilib, men falon davlatdaman, maza qilib yuribman, savobli ish bor, o'qivoramiz, tezda yetib kelsa odamlar ketyapti yugurib. Nima bor u yerda, nima qiladi, foydami, zararmi, qanaqa u gap yo'q. Haligi chaqirayotgan odamning ham tayini yo'q. Ketishyapti, borib yo o'ligi kelyapti, yo o'lganini xabari kelyapti, yo yana qandaydir boshqa bir musibat. Bir ayol voqelikda bizning mahalla tarafda bir ayolni shunaqa telefon bilan chaqirishdi. Falon bo'lasan, piston bo'lasan, jannatga to'g'ri kirasan. Undoq edi, bundoq edi. Bolalarini, erini, ota-onasini tashlab ketibdi. Yo'q. U yerga borsa aytdiki, endi sen bu yerga falon bo'lib kelding, boshqa yerga tegasan dedi. O'y, meni erim bor, bolalarim bor, ular qoldi. Xohlasa ularni kofir ular ham deb uraveradi. Yo'q. Bolalar yetim qoldi, xotinsiz, ota-onasi yig'lab hukumatga murojaat qilib yuribdi ekan. Ana o'shini aqli bo'lganda edi, to'xta bu bunaqa deyapti, bir biladigan odamdan so'ray. Nima ekan o'zi bu gaplar deyish kerak edi. Bu gap yo'q. Bundan ancha muddat oldin menga yana shu ma'lumoti bor odamlar aytishib berdi. Qishloqlarimizdan bir qishloqda 41 ta erkak Rossiyaga ishlagani borishdi. Ishlagani borish ham hozir o'sha ishlash bo'lmay qoldi. U yerga kelib hamma yoqdan o'shanaqa odamlarni yollaydiganlar bor. Keladi. Pul ko'tarib keladi. Falon bor, piston bor, Alloh uchun kerak, jannatga to'g'ri kirasan, pulan bo'ladi, qani ketdik deydi. Haligi 41 tani bittasi boshini aylantirib Peshavarga boribdi.
Peshawar qayerligini bilasizlar. O'sha urushga qurollilarni tayyorlaydigan joy. Nima bo'lgan bilib bo'lmaydi. O'sha qirbitda o'tirgan joyida bitta bomba tushibdi, yo'q. Bitta qishloq erkaksiz qoldi. Yo'q haligilar. Agar o'shalarning zarracha aqli bo'lsa, Rossiyaga nimaga keldik? Ishlagani kelganmiz. Bola boqaman deganman. To'y qilaman, mashina olaman deganman. Shuni ishimni qilaveray demaydimi? Yoki haligi aytganimizdek bir biladigan ilmli odamdan bir notanish odam kelib bizga mana shunaqa gaplarni aytayapti. Biz uncha tushunmayapmiz, siz nima deysiz demaydimi? Farosat yo'q, aql yo'q, tushuncha yo'q. Mana endi bolalari yetim, xotinlari beva, ota-onalari yig'lagan, o'zlari ko'mildimi, ko'milmadimi Alloh biladi. Bunga o'xshagan achinarli holatlarni ko'p aytish mumkin. Hammasi haligi nuqtaga borib taqaladi. Ustozlarga, ulamolarga suyanmaganlik, betayinlarning orqasidan ketish, kim nima desa ishonaverish, mana shunaqa oqibatlar juda og'ir oqibatlarga olib kelishi bor. Shuning uchun biz aqlli bo'lishimiz, xushli bo'lishimiz, dinimizni yaxshi tushunishimiz, o'sha Rasul akram alayhisolatu vassalomga qanday nozil bo'lgan bo'lsa, sahobalar qanday naql qilgan bo'lsa, mujtahid ulamolarimiz nima degan bo'lsa, hozirgi kunda ishonchli ulamolarimiz ularni bizga qanday yetkazgan bo'lsa, shunday qabul qilib olishimiz kerak. Bu haligi gapda Allohning zikrini qilishdagi astag'firulloh va boshqalarni aytib ruhiy tarbiyada ham, maishatimizda ham, ana undaqa xatarli ishlarda ham hammasida o'ta hushyor bo'lish, hammasida zakovat bilan ish ko'rish, dinimizni haqiqiy hukmiga ega bo'lib, o'shini o'rganib, ma'rifat bilan ish ko'rish kerak. Bugun bitta savol kelyapti menga. Ertalab saharlikdan keyin javob berib qo'yay deb qilsam kelyapti. Dunyodagi mashhur bir qorini aytyapti. Palonchi qorini deydi, mening bitta tanishim, oti ham yo'q, ismi ham yo'q, hech narsasi yo'q. Qur'onni noto'g'ri o'qiydi deyapti. Keyin madrasaning ustozlaridan so'radim, odam Qur'onni zo'r o'qiydi. U mashhur qori, juda katta olim odam, qorilarning kattalaridan deb aytdi. Aytingchi Shayx hazratlari, qaysi birini gapi to'g'ri deyapti. Gapni qarang. U odam o'zi mashhur qori. Madrasaning ustozlari, qorilar zo'r o'qiydi deyapti. Bir betayin nomi ham yo'q, noto'g'ri o'qiydi desa, so'rayapti yana. Farosat ham bo'lish kerak ozmas. Qarash kerak, tushunish kerak. Ana o'shanda inshaalloh hammasi yaxshi bo'ladi. Xo'p, zikr demak ma'nosidagi astag'firullohning fazli hammasini aytdik. Shu bilan birga mashoyixlarimiz aytadiki, ana o'sha tavba qilib shayxdan zikr o'rgangan odam doim tahoratli yurishni o'ziga lozim tutsin. O'zi bu bor narsa, lekin shu ruhiy tarbiya ilmida alohida ta'kidlanadi. Doim tahoratli yursin. Ertalab turib, bomdodga tahorat qildimi, qachondir tahorati ketdi. Yana darhol qilsin. Yana ketsa, yana qilsin. Shunda umri doim poklik bilan o'tadi. Haligi astag'firulloh deyotganini tahoratsiz aytsa savobi oz bo'ladi. Tahoratli aytsa savobi ko'p bo'ladi. Qur'on tilovati ham shu. Boshqa zikrlar ham shu. Boshqa ishlar ham shu. Tahoratli yurishni o'zi ham savob. Shuning uchun ko'pchilik buni bilib qilib yuradi, lekin hozir eshitayotganlarga aytamizki, kelinglar, bugundan, hozirdan boshlab mana shuni o'zimizga vazifa qilib olaylik. Qachon tahoratimiz ketsa, darhol orqasidan tahorat olaylik va kecha bugun aytganimizdek astag'firullohni ixlos bilan aytib boraylik. Alloh o'zing bu suhbatlarimizni xayrli, barakotli qilgan, dinimiz, diyonatimiz uchun, o'zimiz, oilamiz uchun, elimiz, yurtimiz uchun, mo'min musulmonlar uchun manfaatli bo'lishini nasib etgan. Oxiratda tarozi bosadigan, amallarimizni solihlariga qo'shilib bizga manfaat beradigan amallardan bo'lishini nasib etgan. Bu buyuk Ramazon oyidagi ibodatlarimiz, suhbatlarimizni bardavom bo'lishi, barakotli bo'lishi, o'zimizga yuqishi,
elimiz yurtimizga yuqishini o'zing nasib qilgin. Tushunmovchilik bilan yurgan azizlarimizga ham Parvardigori o'zing rushd hidoyat bergin, qalblariga to'g'rilikni solgin, xatolarini to'g'rilashni nasib qilgin. Va sallallohu taala ala xayri xalqihi Muhammad va ala alihi va ashabihi ajma'in bi rahmatika ya arhamar